Xo'p, assalomu alaykum hammaga yana bir marta. Bugun present zamonlarni hammasini gaplashamiz. Darsimiz taxminan 1 soat davom etadi. Shunga qarab nastroy qilaverasizlar. 10 minutda hammasini tushuntirish iloji yo'q. Так что ozgina sabr bilan o'rganishga to'g'ri keladi. Lekin xudo xolasa 4 ta mavzuni ham yaxshilab o'tib, sizlarga nima deydi, maksimalniy mavzuni yaxshilab tushuntirib beraman. O'zingizlarning tilingizda ertaga bemalol ishlata oladigan writingda, speakingda hamma misollari bilan birga tuzib chiqqanman prezentatsiyani. Так что qachon ishlatilishi bo'yicha ham yaxshigina bilimga ega bo'lasizlar. Xo'p, demak present tenses, demak bilasizlar 4 ta demak present zamonlari bor. Present simple, present continuous, present perfect va present perfect continuous. Shu zamonlar 4 tasini ham bugun tushuntirib o'taman. Strukturalari, misollar, qanaqa holatlarda ishlatamiz va qo'shimcha tariqasida speakingda va writingda qachon ishlatsa bo'ladi, shular haqida ham slaydlar qilganman, ko'rib chiqasizlar. Xo'p, bitta o'sha so'rab qo'y, ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Hammasi tushunarli, muammo yo'qmi? Kommentlarga yozib yuborsanglar bo'ladi. Ovoz zo'r. Da, ovozim zo'rda o'zi. Xo'p, yaxshi. Aha, bo'ldi demak. Yaxshi. Endi yaxshi ham deydimi, zo'r, mo'shni, bomba deb tashlasanglar, odamga motivatsiya bo'ladi. Maqtashni ham bilmaysizlar. Mo'shnaga 2-3 ta o yozsa, yanada effektni chiqadi-yu, Jamshid. Okay, never mind. Okay. Rahmat. Va alaykum assalom. Zo'r. Vo gap yo. Mo'shna zo'r. Mana shunaqa aktiv bo'lib tursanglar-chi. Demak, qaranglar, present simple boshlaymiz. Buni mana bunaqa prikol bor edi, uzr, shuni aytib ketay. Bitta o'quvchi har xil joylarga o'qishlarga boribdi, keyin oxirgi joyga borgan ekan. Keyin o'qituvchi aytibdi, "Davay" debdi, "Bugun senga present simple tushuntirib beraman" debdi. Yo'q, to'xta debdi. "Men senga master class o'tib beraman present simpledan" debdi. Bo'ldi, shu joyda prikol tugadi. Chunki hammanglar misol uchun nechta to'garakka borgan bo'lsanglar, birinchi yo to be o'tadi, yo present simple o'tadi. Ya'ni present simple hamma tipa ekspert davomiga yetib bormaydi. Umid qilamizki, bugun oxirigacha yetib borasizlar. Xo'p, demak, present simple ishlatilish holatlari bo'yicha gaplashamiz. Okay, present, demak, habits and routines. Birinchi navbatda mana present simple so'zini nima so'z bilan sizlar sinonim qilib olsanglar bo'ladi o'zingizlarga. Takrorlanish bo'ldi. Demak, eng asosiy so'z present simple deganda xayollarga kelishi shart bo'lgan so'z bu takrorlanish. Demak, endi habits, routines, demak, odatlarimiz bo'ladimi, kundalik qiladigan ishlarimiz bo'ladimi, bular hammasi takrorlanadi. Takrorlanishga bog'liq bo'ldimi, present simple ishlataveramiz. Demak, I get up at 7 a.m. every day. Not every day, of course, but sometimes later, sometimes earlier. Demak, ba'zida kechroq, ba'zida ertaroq. No, odatda olib qaraydigan bo'lsa, 7 da uyg'onaman. Demak, bu meni odatim. Present simple. Facts and general truths. Demak, faktlar va umumiy haqiqatlar. Ya'ni hamma uchun bir xil hisoblangan haqiqatlar. Xo'p, qanaqa faktlar bo'lar ekan? Demak, water boils at 100 degrees Celsius. Demak, suv 100 gradusda qaynaydi. Buni hamma biladi menimcha. Demak, bu ham fakt. Ya'ni o'tmishda ham shu narsa bo'lgan, kelajakda ham shu narsa bo'ladi, omon bo'lsak. Demak, keyingisi schedules and schedule shu joyni ham tushuntirib ketay. Ikkalasi ham to'g'ri. Ya'ni schedule o'qisa ham bo'ladi, schedule o'qisa ham bo'ladi. Bittasi British, bittasi American. Shuning uchun unisini yo bunisini o'qisam, sizlar bittasini bilsanglar, bilmas ekan o'qituvchimiz deb o'ylamanglar. Demak, schedules and timetables. Demak, jadvallar bu jadvallar uchun ishlatar ekanmiz. Endi qanaqa jadvallar uchun? Tipa aksent. No, okay, so balki. Demak, qarang, jadvallar uchun bu qanaqa? Kelajak ma'nosida deb yozilgan. Kelajak ma'nosida birorta poyezd, samolyot, jamoat transporti ketish vaqtlari bo'ladi-yu yoki televizorda birorta bo'lish kerak bo'lgan ko'rsatuv, ya'ni jadval bo'yicha bo'ladigan barcha narsalar даже kelajakda bo'ladigan bo'lsa ham, lekin jadvalga kiritilgan, raspисаниеga kiritilgan bo'lsa, present simple bo'ladi. Xo'p, permanent situations. Demak, o'zgarmas yoki doimiy holatlar. Misol uchun, biz masalan yashash joyimiz, uyimiz muqim bo'ladi, ya'ni bitta joyda yashaymiz. Student bo'lmasak agar.
Studentlar doim ko'chib yuradi. Va o'shani ham tushuntiraman hozir. Qaranglar, doimiy yashaydigan uyinglar, demak bu present simpleda ishlatiladi. So you live when you talk about like your hometown. Ona shahringlar haqida gapirsanglar, misol uchun present simple, men o'sha yerda yashayman. Даже vaqtincha yashamay turgan bo'lsanglar ham, odatda o'sha yerda yashayman. Lekin hozir Toshkentda yashayapman, bu yoqda yashayapman, Londonda yashayapman desanglar, present continuous bo'ladi. Chunki u joylarda sizlar qanaqa yashaysizlar? Vaqtincha yashaysizlar. U present continuous zamonimiz keyingi o'sha mavzuni davomida bo'ladigan mavzumiz bo'ladi. Demak, muqim yashaymizmi? Present simple. Feelings and states, demak hissiyotlar va holatlar. Demak, he likes chocolate. Xo'p, u shokoladni yoqtiradi. I believe you, men senga ishonaman. Endi qachonki hissiyot haqida va holat fe'llari bilan gapirganimizda present simple ishlatamiz. Bularni xohlasak ham present continuousda ishlata olmaymiz. Hech qachon I'm liking chocolate deya olmaymiz. Hech qachon bu shokolad menga yoqyapti degan taqdirda ham I like this chocolate deb aytaveramiz. Ya'ni continuousda ishlata olmaysizlar bularni hech qachon. Demak, state verbs deb ChatGPT dan so'rasanglar bo'ladi, Google dan so'rasanglar bo'ladi yoki kitoblardan o'rgansanglar bo'ladi. State verbs holat fe'llari deb ataladi ular. Xo'p, nima savol kelib tushdimi? Aloqa juda yomon. Qolganlar ham yozib borsin. Menda aloqa yomonmi, sizlardami? Aniqlab olinglar, agar menda bo'lsa, boshqatdan tushuntirib yuboraman. Aloqa yaxshi. Da, Behruz unda. Okay. Behruz, qizim ham darsga qo'shilmoqchi menimcha live-ga. Da, demak, Behruz o'zingizdagi aloqani tekshirib ko'rasiz. Internet yaxshi bo'lmasa kerak. Boshqalarda muammo bo'lsa yozasizlar kommentda, to'g'rimi? Okay. Shundoq qizimni tinchlantirib olay. Hozir 1 minut shundoq. Bo'ldi. Demak, qizim sog'inib qolibdi meni. Qaranglar, sizlar oilamda ajratish mumkin bo'lgan vaqtdan kechib sizlarga dars o'tyapman. Bu endi yo yaxshi o'qituvchiligimdan, yo yomon otaligimdan. Mayli, yaxshi bo'lib ketadi. Demak, qaranglar. Demak, feelings and state verbs. Xo'p, mikrofonni yoqdim o'zi. Mikrofon yoqilibdi. Demak, holat fe'llari bilan continuous ishlata olmaymiz. Hech qachon I am believing you deya olmaysizlar. Absolutni hech qachon. Demak, I am wanting deya olmaysizlar hech qachon. Ular holat fe'llari, ya'ni harakatni tasvirlamaydi. Xo'p, commentaries, instructions and headlines. Demak, endi men commentaries deb, как бы masalan, futbol sharhi bo'lishi mumkin, biror narsani sharhlaganda. Instructions, instruksiyalar, ya'ni yo'riqnoma ko'rsatasizlar, misol uchun birorta uni ochasizlar, masalan, yangi qurilma oldinglar, telefon oldinglar, o'shani qanaqa ishlatish bo'yicha ichida instruksiyasi bo'ladi-yu, manual. O'sha manualda present simple deb yoziladi. Mana bunaqa qilasiz, mana bunaqa qilasiz, mana bunaqa qilasiz. Mana misol uchun misollarda you open the app and click start. So you open the app and click start. Ya'ni present simple bo'lib ketadi. And headlines bu gazetalarning sarlavhalari odatda iloji boricha qisqa yoziladi va zamoni odatda present bo'ladi. Даже undan ham ortig'ini aytaman sizlarga, headline da sarlavhalarda odatda даже s lar ham qo'shilmay infinitiv bilan yozib tashlaydi odatda.
ya'ni maksimalni qisqa bo'lishi kerak-da sarlavhalar ingliz tilida. Shunga qaratilgan. Endi bu yoqda masalan mana bunaqa ham bo'ladi. Demak, President visits London. Ya'ni prezident уже Londonga borib bo'lgan bo'lsa ham, sizlar present simple deb yozasizlar. Endi bu headingda qo'shimcha ma'lumot sizlarga endi shunaqa. Demak, sarlavhalarda prezident Londonga keladi deb yoziladi. No, o'sha kelib bo'lgan taqdirda ham. Demak, structuresini bitta tushuntirib ketaman. Affirmative direct shakli, negative inkor, question bilasizlar, savol shakllari. Demak, infinitive shakli, demak, direct shaklida subject, base form, base verb, demak bu fe'lni birinchi shakli. Qachonki biz he, she, it haqida gapiradigan bo'lsak, as yoki es qo'shamiz. Demak, birlik bo'lsa, he, she, it. Yoki ismlar bilan yoki umuman birlik bo'lgan. I play football, she plays the piano, they work hard. Demak, strukturali takrorlab, keyin prezentatsiyani ham tashab qo'yaman, o'shadan ko'rib olasizlar. Negative, demak, subject do not yoki does not va fe'lni aynan birinchi shaklini qo'yamiz. Hech qachon s qo'sha olmaysizlar bu qismiga, ya'ni fe'lga, chunki bu yoqdagi s does ga o'tib ketgan, ya'ni do holatidagi fe'lga es bu yoqqa o'tib qolgan. Hech qachon ikkita qismida ham doesda s bo'lib, ham bu yoqda verbda ham s bo'la olmaydi. Misol uchun, it doesn't watch bo'la olmaydi hech qachon. Chunki watchdagi es does ga o'tib ketgan. Shu joyga e'tibor berasizlar. Demak, ko'plik uchun do not, he, she, it uchun does not bo'ladi. Strukturamiz. Hop, question, do, does, subject, base verb. Demak, savol shaklida yordamchi fe'llarimiz do, does egadan oldinga chiqadi. Xo'p, yaxshi. Demak, do, does oldinga chiqadi, egamiz qoladi va fe'l bu yoqdagi s bo'lgan fe'l, masalan, she drives bo'lgan bo'lsa, she drives simiz, demak, does ga o'tib ketgan bo'ladi. Shu holatda, demak, does she drive, ya'ni fe'l biri ishlatasizlar. Do, doesdan keyin xullas har doim verb one bo'lishi kerak, verb s bilan bo'la olmaydi. Shunga e'tibor berasizlar. Xo'p, keyingi slaydimiz. Keyingi slaydimiz. Okay, demak, time expressions in present simple. Demak, present simple demak, vaqt ko'rsatkichlari, o'sha keywordlari deymiz-ku, kalit so'zlari. Present simple often appears with these words. Demak, odatda shu so'zlar bilan ishlatamiz. Always, usually, often, sometimes larni ko'pchilik biladi. Demak, o'sha doimo odatda tarjima qilib olasizlar lug'atdan, u muammo emas. Ya'ni o'qituvchining vazifasi buni tarjima qilib berish emas, buni ya'ni shu so'zlar present simple bilan odatda ishlatilishini tushuntirish. Rarely ni aytib ketaman, kamdan kam degani. Xo'p, demak, every day, every week, every month, demak, every bilan keladigan vaqt birliklari bilan present simple ishlatamiz. Xo'p, once or twice a week, demak, haftasiga bir marta, oyiga bir marta, kuniga 3 marta degan so'zlar bilan ham odatda present simple, ya'ni 100% holat emas, uni mazmuniga baribir qaraysizlar. Hech qaysi keyword universal emas. Ya'ni hech qaysi keywordni sizlar o'ylanmasdan turib present simple yo faqat past simple deb ishlatib yura olmaysizlar. U o'sha vaziyatga baribir ma'noga qarash kerak bo'ladi. Kitoblarda osonroq bo'lsin deb sizlarga soddaroq yozib qo'yadi, lekin mazmuniga doim qarash kerak. Hop, he always arrives on time, so I go to the gym twice a week. No, actually 3 times a week. They never eat fast food. Ular hech qachon fast food yemas ekan. Xo'p, next one, present simple in task 1 processes. Demak, qaranglar, present simple qaysi o'sha bu yana IELTS ni task 1 va task 1 da processlar tushishi mumkin sizlarga, jarayon bo'ladi. Bu tabiiy jarayonlar bo'lishi mumkin, hayvonlarning siklidagi, ya'ni hayot sikli bo'ladi-yu, masalan, o'sha tug'ildi, masalan, shuncha payt katta bo'ldi. Shunga o'xshagan narsada xullas endi jarayon bo'ladi. Endi bu yoqda jarayonimiz bu zavoddagi jarayon, biror narsani ishlab chiqarilish jarayoni bo'lishi mumkin. IELTS process diagram demak, g'ish ishlab chiqarish jarayoni. Shunga o'xshagan jarayonlarda bu takroriy jarayon bo'lganligi uchun, ya'ni bu jarayon doimiy shu holatda kechganligi uchun present simple. Okay. Endi misollar bu randomdan olingan misollar, ya'ni aynan bu anavi bo'yicha emas, bu process bo'yicha emas, ya'ni process nimaligini tushuntirib ketyapman. Kelajakda yaxshi o'qib borsanglar, xudo xolasa, IELTS ga tayyorlanganda mana shu qoidalar kerak bo'ladi sizlarga. Misol uchun, the conveyor belt
moves the bottles to the next stage. Conveyor bu как бы lenta, bitta conveyor yo'qmi? Mana bu narsa conveyor как бы. Lenta o'sha aylanib dальше olib ketaveradigan narsa bu o'sha lenta hisoblanadi. Demak, o'sha lenta butilkalarni keyingi bosqichga yo'naltiradi, harakatlantiradi. Xo'p, demak, a machine cuts the metal into small pieces. Demak, o'sha qurilma metalni kesadi into small pieces. Mana shu jarayonni tasvirlayotgan, demak, present simple deb yozamiz. Endi bu yoqda present simple active voice ham ishlatiladi, orada passive voice ham ishlatiladi. Endi passive voice ni boshqa kuni o'tamiz. Hozir uni tushuntirib berishga shunchaki vaqtimiz yetmaydi. Xo'p, yaxshi. The heating unit boils the water. Mana hammasi present simple, present simple. Demak, IELTS da ham o'sha present simple mana muhim ekan. IELTS da aynan task 1 proseslarida. Endi speaking larda ham ishlatsa bo'ladi, uni gapirib o'tirmadim bu yoqda. Speaking ni boshqa zamonlariga misol keltirganman. Xo'p, ikkinchi zamonimiz present continuous. Bitta qaytib aniqlaveramiz. Present simple bo'yicha savollar bormi? Savollar yo'q bo'lsa, tushunarli deb yozinglar. Prosta ozgina aktiv ko'rsatib yuboringlar, shu yerdaliginglarni shuni bilib oling. Xo'p, perfect ni o'tib bering. Mana present simple, present continuous, present perfect continuous o'tiladi. Ketma-ketligi shu ko'rinishda tayyorlaganman. Hamma shu yerda. Bo'ldi. Kelmay qolganlar keyin atrobotga topshirishiga to'g'ri keladi, shuning uchun vaqtida o'rganib olsanglar. Okay, yaxshi. Shu yerda ekansizlar. Ketdi. Present continuous usage. Demak, present continuous bularni mana tez o'tyapmiz, to'g'rimi? Ya'ni present perfectlarga ham hammasiga yetib boramiz hozir. Hammasini tushuntiraman. Xo'p, present continuous actions happening right now. Demak, aynan hozir bo'layotgan ish harakatlar. Present continuousning asosiy qoidasi. Aynan hozir nima qilayotgan bo'lsanglar, shu narsani tasvirlasanglar, present continuous ishlatiladi. Hozirgi davomiy zamon. Xo'p, temporary actions or situations. Demak, vaqtinchalik holatlar yoki harakatlar yoki holatlar. Endi vaqtinchalik deganda, mana boya present simple haqida gapirayotganda aytdim. Misol uchun, I live in Almalik. So, men Olmaliqda yashayman. So, I live in Almalik, but this week I'm staying with my cousins. Misol uchun, men Olmaliqda yashayman o'zi. Masalan, this week I'm living with my cousins in Tashkent. Misol uchun, hozir amakivachchalarim bilan Toshkentda yashayapman shu hafta. Ya'ni bu vaqtinchalik ish harakat. Demak, temporary vaqtinchalik degani, shuni o'rganib qo'yasizlar. Vaqtinchalik holatlar present continuous. Doimiy holatlar present simple. They are working on a new project. Ular yangi loyiha ustida ishlayapti. Demak, aynan shu kunlarda ma'lum bir davr ichida ishlayapti. Ya'ni doimiy u loyiha ustida ishlamaydi. Bu loyiha ustida shu vaqt davomida ishlayapti. Xo'p, yaxshi. Trends or changes happening around now. Demak, shu kunlarda sodir bo'layotgan birorta trendlar yoki o'zgarishlar. More people are choosing electric cars. Ya'ni buni o'zi aytsa bo'ladi. Prosta more people emasda, comparativeni chuqurroq o'rgangan o'quvchilar biladi, qiyosiy darajani. Mana more ni o'rniga prosta more and more people desanglar bo'ladi. More and more people. Demak, borgan sari ko'proq odamlar o'sha electric carlarni tanlayapti. Borgan sari ko'proq odamlar. Bu trendligini bildiradi. Ya'ni odamlarning tanlovi qanaqa bo'layapti? Shu narsa o'zgarib boryapti. Odamlar borgan sari ko'proq odamlar shu narsani tanlayapti. Xo'p. Yaxshi. Demak, the climate is getting warmer. Demak, iqlim issiqroq bo'lib boryapti. Ya'ni iqlim o'zgarish sodir bo'layotgani haqida va bu gapni ham aytsanglar bo'ladi boyagi struktura bilan. Ya'ni the climate is getting warmer and warmer deb yuborsanglar bo'ladi. Bu ham o'sha trend aynan o'zgarishligini ko'rsatadi. Borgan sari iqlim isib boryapti. Ya'ni issiqroq va issiqroq bo'lib boryapti degan ma'noni bildiradi. Va o'sha holatlarda odatda change ni bildirganligi uchun continuous bilan ishlatasizlar. Bu speakingda, writinglarda kerak bo'ladi, essaylarda ayniqsa, chunki o'zgarayotgan trendlar present continuousda yozilishi kerak. Endi continuousni yana o'sha bilganlar biladi buni. Demak, present continuousni kelajak ma'nosida, moqchi ma'nosida ishlatsa bo'ladi. Ya'ni moqchi deganda ko'pchilik going to ni o'zini o'ylaydi, lekin oddiy continuousni ham present continuousni ishlatib, future ma'nosini, ya'ni moqchi ma'nosini ishlatsa bo'ladi. Shaxsiy rejalar uchun. Xo'p, I'm meeting my friends at 6 p.m. Demak, 6 da do'stim bilan uchrashmoqchiman.
Endi xuddi shu narsani o'zi masalan I am going to meet desanglar ham bo'ladi. Absolyutni ma'nosi bir xil, ikkitasi ham absolyutni to'g'ri. Bunisi ham mumkinligini bilib qo'ysanglar bo'ldi. They are flying to Paris next week. Keyingi hafta uchib ketishmoqchi. Yoki o'zbekchada ham aytamiz, uchib ketishyapti, ya'ni hafta uchib ketyapti ular deymiz-ku. O'sha narsa ham continuous bo'ladi. Mana inglizlarda ham xuddi shu ma'noda tushyapti. Kelasi hafta uchib ketyapti yoki uchib ketmoqchi desanglar bo'ladi. Shaxsiy rejalar bo'lishi kerak. Lekin ularni samolyoti o'sha keyingi hafta mana shu soatda uchadi desanglar, bu present simple bo'ladi. Chunki present simple ma'nosida aytdik. Aynan timetable haqida gapirsak, present simple bo'ladi. Lekin bu yerda ular hozir shaxsiy rejasi haqida gapiryapti. To'g'ri, samolyot uchadi, lekin ular hozir ular uchib ketish haqida gapiryapti. Lekin samolyot uchib ketadi deb yozsanglar, unda present simple bo'lishi kerak, chunki u timetable bo'yicha uchadi. Hop. Structure darak shakli negative va question formalari. Demak, darak shakli subject, am is are har doim to be bo'ladi present continuous zamonida, faqat shakllari o'zgaradi to be ni. Am is are. Endi to be ni bilsanglar kerak. I am, you are, he she ga is bo'lishini va har doim continuous degan zamonni eshitsanglar, har doim verbga ing qo'shilishi kerak. O'sha continuous deganda ing ni eslaverasizlar har doim. Даже bu masalan aynan present continuous emas, past continuous, past perfect continuous, present perfect continuous, future continuous va hokazo. Demak, subject plus am is are, not qo'shamiz to be dan keyin, yordamchi fe'limiz to be, davomida not bo'ladi, inkor shaklida va verb o'sha ing shaklida qolaveradi. Undan boshqa bir o'zgarish kuzatilmaydi. Xo'p, yaxshi. Savol shaklida yordamchi fe'limiz. Mana bu narsani tushunib olsanglar, qachonki ingliz tilidagi zamonda yordamchi fe'l yo'q bo'lsa, u fe'lni chetdan olib kelamiz. O'sha present simple haqida gapiryapmiz hozir. Aynan masalan o'sha I play football deymiz, o'sha narsada yordamchi fe'l yo'q, chunki play bu asosiy fe'l, ya'ni ma'noli fe'l bu asosiy fe'l. Ma'no yo'q, lekin faqatgina funksiya bajaradigan fe'limiz bu yordamchi fe'l. O'sha am is are bo'ladi, was verb bo'ladi, have has bo'ladi misol uchun. Bular yordamchi fe'l yoki do doeslar yordamchi fe'l. Present continuousda bizda tayyor am is are bor, bu yoqda keyin ma'noli fe'limiz ham bor. Ya'ni masalan I am watching TV bo'lsa, watching ma'noli qism, am bu yordamchi fe'l. Ya'ni biz buni aynan inkor yasash uchun, so'rov yasash uchun ishlatsak bo'ladi, chunki bu o'sha auxiliary verb deyiladi, yordamchi fe'l. U holatda chetdan hech narsa qo'shmaysizlar. Demak, am is are oldinga chiqadi egadan. Uzr, savol shaklida oldinga chiqadi, inkor shaklida am is are dan keyin notni ishlatamiz. Xo'p, savol shaklida o'sha boshqa zamonlar kabi yordamchi fe'limiz oldinga chiqadi. Yordamchi fe'l demak am is are. Are you listening? Is she coming with us? So what are they doing? Bo'lar ekan. Xo'p, bu strukturalari keyin yana tashlagandan keyin buni gruppaga bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi, kanalga to'g'rirog'i. Time expressions, vaqt iboralari, frazalari qachonki continuous ishlatishimiz mumkin. Endi kimdirlar misol uchun agar test topshiradigan bo'lsa, testda ham shunga qarab bemalol topsanglar bo'ladi zamonlarni. DTM testlarini topshiradigan bo'lsanglar mabodo. So now, right now, at the moment, bular hammasi continuous. Today, this week, bu ham aynan masalan shu kun haqida, shu kunda bo'layotgan narsa haqida, o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, o'shalar haqida gapirsak, present continuous ishlatiladi. Currently degani ayni damda degani, bu writinglarda misol uchun masalan formalroq, ozgina formalroqman nowdan ko'ra, currentlylarni writingda ishlatsanglar yaxshi. Nowadays. Bilasizlar, look, listen bu demak aynan hozir bo'layotganligini bildiradi. Endi bu sizlarda testda odatda kerak bo'ladi. Masalan, biz paytlar DTM uchun qattiq tayyorlanganmiz. O'sha paytlarda mana shu keywordlar juda ham muhim edi. Misol uchun qara degandan keyin bilasizlar, nimadir hozir sodir bo'lyapti o'shda. Demak, o'shani bilib present continuous bo'lar edi. Xo'p, yaxshi. Demak, she's working right now. I'm reading a great book these days va hokazo misollarni o'qib qo'yasizlar. Xo'p, present continuous in essays. Xo'p, essaylarda qachon ishlatamiz present continuousni? Demak, birinchisi, masalan, shu mavzularda o'zi mana holatini aytamiz. Jamiyatdagi o'zgarishlar haqida gapirsak, odamlarning xulq-atvorida o'zgarishlar haqida gapirsak, masalan, nima bo'lyapti so'nggi yillarda odamlar? Masalan, so'nggi yillarda yoki hozirgi kunda borgan sari ko'proq odamlar ko'proq vaqtini internetda sarflayapti, social mediada sarflayapti yoki borgan sari ko'proq odamlar nima qilyapti? Sport bilan shug'ullanyapti misol uchun.
yoki borgan sari ko'proq o'quvchilar nima qilyapti, IELTS topshiryapti, til o'rganyapti, shunga o'xshagan o'zgarishlar haqida gapiramiz. Yoki environment mavzusida aynan masalan iqlimda nima o'zgarishlar bo'lyapti, o'sha atrof muhit haqida, environment haqida gapirganda continuouslarni ishlatsanglar bo'ladi, chunki savollarda ham ko'pincha sizlarga o'sha trendlar beriladi. Masalan, borgan sari odamlar nimadir qilyapti, ya'ni o'sha birorta o'zgarish haqida gapiradi, sizlar ham majbur bo'lasizlar continuous ishlatishga. People are relying more on online platforms to find jobs. Demak, odamlar ko'proq suyanyapti, ishonyapti onlayn platformalarga ish topishda. Ya'ni bu o'zgarib borayotgan trend va bu essayda bemalol ishlatsa bo'ladigan, даже talab qilinadigan struktura bo'ladi sizlarda. Companies are shifting towards remote work policies. Demak, kompaniyalar nimaga tomon harakatlanyapti? Demak, remote work policies. Demak, remote work bu ya'ni uydan o'tirib ishlash, ofisga bormasdan turib ishlashga tomon harakat qilyapti ekan, o'zgaryapti ekan. Xo'p, qolgan gaplarni o'qib ko'rasizlar. Bu ham hammasi o'zgarishlar haqidagi holatlar. Faqat mavzularni har xil tayyorladim. Essaylarda ham shunga o'xshatib ishlatishinglar uchun. Xo'p, ya'ni mana bu narsa borda, bitta essaylar haqida gapiradigan bo'lsak, qiyin struktura, qiyin narsa yozilishi kerak deyiladi-yu, masalan, essaylarda shunaqa как бы stereotip bor. Lekin bunday olib qaraganda, sizlar oddiy continuous ishlatishni joyi kelganda ishlatsanglar, bu qimmatli balli beraveradi sizlarga. Ya'ni faqatgina qiyin struktura, qiyin so'z yozish kerak emas. O'sha oddiyroq so'z bo'lsa ham, lekin joyida, o'sha struktura, present continuous strukturasi kerak joyida, mana shu trend haqida gapirayotgan present simple emasda, masalan, ana xato qilib present simple emas, aynan continuous ishlatsanglar, shuni o'zi ham, ya'ni yaxshi baholanadi. Chunki sizlar o'sha oddiy zamonni ham, qiyin zamonni ham boshqa joyda vaqtida ishlata olayotgan bo'lasizlar. Shuning uchun qiyin deganda sizlar faqat fokusni qiyin narsalarga emas, mana shu oddiy narsalarni joyida ishlatishga ham qarashinglar kerak. Okay. Present perfect simple da continuous qismimiz tugadi. Present perfect zamonga yetib keldik. Xo'p, yana bitta перекличка ko'ramiz. Nima savollar bor, nima tushunarsiz joylar bor present continuous bo'yicha aynan. Savol bo'lsa savol yozamiz. Tushunarli bo'lsa tushunarliligini yozib qo'yasizlar. Okay, savol yo'q. Perfectga o'tsak ham bo'ladi unda. Okay. Xo'p, bir daqiqa. Okay, demak present perfectni boshlaymiz. Xo'p, o'zi to'liq nomlanishi present perfect simple deyiladi. Demak, hozirgi tugallangan zamon. Nomlanishi shunaqa. Endi nomlanishiga ko'p ham e'tibor beravermaysizlar, o'zi qoidalarini ko'rib yaxshilab tushunib olamiz. Okay. Demak, past actions with a connection to the present. Demak, o'tgan zamondagi holat, u holat o'tib ketib bo'ldi, lekin uni aynan presentga bog'liq joyi bor. Odatda natijasi bilan bog'lanadi present perfect bilan, qanaqadir effekti bo'ladi hozirgi holatga. Misol uchun, I have lost my keys. Demak, bu Murphyda bor bu gap. Demak, men kalitlarimni yo'qotib qo'ydim. Bu nimani anglatadi? I don't have them now. Ya'ni hozirgi ta'siri, ya'ni present bilan bog'liqligi nimada? Bu aynan hozir sizlarda kalit yo'qligida. Bu demak, buni qaysidir ma'nodachi bilasizlarmi? Yangilik deb aytsanglar ham bo'ladi. Buni odatda o'quvchilarimga, masalan, offlayn darslarimda yangilik sifatida aytib ketaman. Masalan, kalitlarimni yo'qotib qo'ydim degani bu birovga yetkazilayotgan yangilik. Yangilik deganda обязательно televizordagi yangilik bo'lishi shart emas, dunyodagi yangilik bo'lishi shart emas. O'zingizlarning hayotinglardagi qanaqadir yangilik haqida gapirsanglar ham present perfect bo'laveradi. Yoki umuman ta'siri hozirgi zamonda ham bilinayotgan deb tushunsanglar bo'ladi, xohlasanglar yangilik deb tushuninglar. She has broken her leg. Demak, oyog'ini sindirib oldi deb aytyapti. Ya'ni buni yangilik deb qabul qilasizlar. Endi u yoshligimda oyog'imni sindiruvdim degan gap, u endi tabiiyki past simple bo'ladi, o'tgan zamon bo'ladi. Nimaga?
Chunki hozirgi zamonga aloqasi yo'q, oyog'inglar yaxshi bo'lib ketgan. Demak, hozirgi ta'siri yo'q hech qanaqa va u yangilik ham emas. Bu holatda muhim joyi bularni yonida sizlar keyword ishlatmasliginglar kerak. Yonida masalan kecha kalitimni yo'qotib qo'ydim desa bo'ldi, bu past simple'ga o'tib ketadi. Xo'p, ikkinchisi experiences in your life time not specified. Demak, vaqtni aytmasdan turib, hayotinglar mobaynida nimadir qilgansizlar, qilmagansizlar yoki nimadir ish harakatni necha marta qilganinglarni aytsanglar, present perfect ishlatiladi. Xo'p, have you ever been to Paris? Demak, yana bu strukturani shuni yodlash kerak o'z joyida. Present perfect da have you ever deb savol bersanglar, har doim present perfect, ya'ni hech nimadir qilganmisan? Misol uchun, have you ever driven a car? Have you ever ridden a horse? Va hokazo, ya'ni biror ishni qilganmisan? Strukturasini davomida tushuntiraman. Xo'p, he has tried sushi before. Demak, u oldin sushi yeb ko'rgan, ya'ni o'sha ishni qilganmi yo'qmi shu haqida yoki necha marta qilganligi. Misol uchun, buni o'rniga so I have read the book called The Art of Life, The Art of Living, so 3 times. Men Art of Life yashash san'ati kitobini 3 marta o'qiganman. Ya'ni qachon 3 marta o'qiganman? Men umrim mobaynida uni 3 marta o'qiganman. Ya'ni aniq vaqti yo'q, ya'ni butun umrni nazarda tutadi u holatlarda. O'sha holatda nimadir qilganimiz yoki hech qachon qilmaganimiz shu paytgacha aytsak present perfect bo'ladi. Misol uchun, I have never smoked a cigar. Misol uchun, hech qachon sigareta chekmaganman. Demak, present perfect bo'ladi, chunki umrim mobaynida chekmaganman. Shu kunga qadar. Qanaqa savol? Shu yerda bitta savol bor. Binni qayerdan olyapsiz? Xo'p, have you ever been to Paris? Qaysi ma'noda qayerdan olyapman? Ya'ni bo'lmoq, sen hech Parijda bo'lganmisan degan savol. Bo'lmoq fe'li to be fe'lini 3-shakli. Strukturani mana keyingi slaydda hop, mana bu yerda tushuntiraman. Demak, have has bu yog'i fe'l 3 bo'lishlarini tushuntiraman. Hozir ishlatish holatlarini tushunib olsanglar, misollarini keyingi slaydda ko'ramiz. Yoki savolni aniqlashtiring, boshqa narsani so'ramoqchi bo'lgan bo'lsangiz. Xo'p, davom etamiz. Demak, have you ever been to Paris? Demak, hech Parijda bo'lganmisan? He has tried sushi before. Demak, u shu oldin sushi yeb ko'rgan, tatib ko'rgan degan ma'noda ekan. Xo'p, next one, recent actions. So'nggi vaqtlardagi harakatlar, voqealar. Demak, aynan keywordlari just, already, yet bo'ladi. Demak, just bu tarjimasi hozirgina degani, endigina, hozirgina nimadir qildim degan ma'noda ishlatamiz. Va joylashuvi just bilan already, xolos. Just bilan already have hasdan keyin, ya'ni yordamchi fe'ldan keyin asosiy fe'ldan oldin joylashadi. Misol uchun, I have just finished my homework. I have bu yog'i fe'l 3 bo'ladi, past participle bo'ladi, o'shani orasida joylashadi just. Xo'p, already ham xuddi shunaqa have hasdan keyin seen, ya'ni fe'l 3 dan oldin joylashishi kerak bo'ladi. Xo'p. Tushunarli menimcha. Yet lekin boshqacha. Yet gapni aynan oxirida joylashadi va inkor va so'roq gaplarda ishlatilishi kerak. Inkor va so'roq gaplarda. Shunisini esdan chiqarmanglar. Gap oxirida va tarjimasi hali degani, ya'ni hali nimadir bo'lmadi. Buni still bilan adashtirmanglar. Still bu present continuous ni keyword. Ya'ni still degani hali ham degani. Hali ham nimadir bo'layapti. They are still so playing in the playground. So ular hali ham o'sha o'yingohda o'ynashyapti. Hali ham nimadir bo'layapti degan ma'noda. Yet hali nimadir bo'lmadi degan ma'noda. Ya'ni ish harakat hali yakunlanmadi yo bajarilmadi degan ma'noda. Ya'ni has she done it yet? U hali bu ishni qilmadimi? Yoki I haven't finished my job yet. Men hali ishimni tugatmadim. Aynan inkor gaplar. Hali nimadir bo'lmagan bo'lish kerak edi. Hali nimadir bo'ldi deya olmaymiz. Hali nimadir bo'lmadi degan bo'lish kerak. Gap joylashuv oxirida just bilan already, have hasdan keyin, asosiy fe'ldan oldin. Unfinished time periods. Demak, tugallanmagan vaqt davrlari. Endi buni birinchi o'zim mana tushuntiraman. Eshitasizlar yaxshilar. Ma'lum bir davr haqida gapiramiz. Bu bugun bo'lishi mumkin, bu hafta, bu oy, bu mavsum, bu fasl bo'lishi mumkin, bu yil bo'lishi mumkin, lekin o'sha vaqt muddati hali tugamagan bo'lishi kerak. Misol uchun, Ronaldo bu mavsumda
masalan 10 ta gol urdi deydigan bo'lsak, endi 50 ta bilmayman, rosa ko'p urdi shekilli o'zi. 50 ta gol urdi deydigan bo'lsak, Ronaldo has scored bo'ladi. Has scored 50 goals yoki more than 50 goals this season. Ya'ni bu mavsum va bu mavsum hali tugamagan bo'lishi kerak. Tugallanmagan hali o'sha vaqt davrini ichida bo'lgan ish harakat hali yana o'sha narsa sodir bo'lishi mumkin. Ya'ni u ko'payishi mumkin, masalan, gollar soni. Shuning uchun ham bu present perfect bo'ladi. O'sha vaqt tugamaganligi uchun. Yoki men shunchaki bugun men 2 chashka kofe ichdim, lekin hali bugungi kun tugamaganini inobatga oladigan bo'lsak, present perfect bo'ladi, chunki men hali yana kofe ichishim mumkin bo'ladi. Hop, we have worked a lot this week. Bu hafta biz ko'p ishladik, lekin hali yana ishlashimiz mumkin degan ma'noda. He has traveled a lot this year. Demak, u ko'p sayohat qildi bu yil va bu yil hali tugamagan. Bu degani ular hali yana sayohat qilish, u hali yana sayohat qilishi mumkin. Okay. Yaxshi. Xo'p, hozir bir soniya. Demak, unfinished time periods ni ham aytdik, tugatilmagan vaqtlar haqida gapirganda present perfect bo'lar ekan. Okay. Kompyuterimiz qotib qoldi. Bo'ldi. Demak, strukturamiz present perfect ni yordamchi fe'li have has. Shuni unutmaysizlar. Present simple ni keyword kalit yordamchi fe'limiz present simple do does, present continuous da am is are, present perfect da have has. Demak, have ko'plik uchun, ya'ni birinchi navbatda I, you, we, they uchun olmoshlariga va umuman ko'plik uchun. Has, he, she, it va umuman birlikdagi egalar uchun ishlatiladi. Demak, past participle bu fe'lni 3-shakli. Agar to'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri fe'lga shunchaki ed ni qo'shasizlar. Ed o'sha qo'shimchasi qo'shiladi. I have finished my work. She has gone home. They have eaten already. Demak, bular hammasi present perfectda tuzilgan gaplar. Have fe'luch, has fe'luch. Inkor shakli o'sha yordamchi fe'l aytganimdek o'zida bo'lganligi uchun, have has borligi uchun o'ziga notni qo'shamiz. Xo'p, so'roq shaklida o'sha yordamchi fe'limizni egadan oldinga olib chiqamiz. Xo'p, umid qilamanki tushunarli. Darsdan keyin обязательно baribir bitta takrorlab qo'yishinglar kerak. Shundagina yaxshiroq, effektivroq bo'ladi o'sha eslab qolishinglar. Xo'p, time expressions, demak, qanaqa keywordlar bilan ishlatsak bo'ladi? Demak, just gaplashdik, hozirgina, endigina, already, allaqachon, yet, hali nimadir bo'lmadi, bo'ldimi degan ma'noda so'roq va inkor gapda ishlatamiz. Ever ni so'roq gapda have you ever degan birikmada, never, hech qachon nimadir qilmaganman shu paytgacha degan ma'no bo'lsa, masalan, I have never seen snow. Men hech qachon qor ko'rmaganman. Endi Afrikada kimdir gapiryapti bu gapni. So far, hayotimda shu kungacha bo'lgan ish harakatlarni gapirganda. Ya'ni so far degani shu vaqtgacha, hozirgacha degani. We have had 3 meetings so far. Biz shu paytgacha 3 ta uchrashuv o'tkazganmiz. Demak, shu paytgacha, ya'ni vaqt hali hayot bular, demak tirik, ya'ni yana uchrashishi mumkin degan ma'noda tugatilmagan davr haqida gapiryapmiz deb tushunasizlar. Lately va recently. Late ni ko'pchilik xato tarjima qiladi. Kech deb late ni, ya'ni late degan so'zni lately'si bu ravish deb o'ylaydi. Lately bu boshqa umuman so'z, so'nggi vaqtlarda degani. Late ni o'zi ham ravish, ham sifat, ya'ni kech degan ma'noda. He came late. Ya'ni u kech keldi bo'lsa lately bo'lmaydi. He came lately emas. Aynan he came late. Lately bu so'nggi vaqtlarda, recently bilan sinonim va gapni oxirida joylashadi va ma'nosi, demak, so'nggi vaqtlarda nimadir bo'ldi degan ma'noda odatda aytamiz. I have been tired lately. Men so'nggi vaqtlarda charchadim, deyapti. Xo'p, this week, months, yearlar bu hali tugamagan vaqt haqida gapirsak dedik. Ya'ni o'sha vaqtda hali yana nimadir sodir bo'lishi mumkin degan ma'noda bo'ladi. Xo'p. Okay. Demak, davom etamiz. Hop, present perfect in speaking. Hop, speaking da ko'proq ishlatiladi. Present perfect, ya'ni writing ham ishlatsa bo'ladi. Men bu yoqqa aynan speaking qo'shim keldi. O'sha speaking da rang-barangli bo'lishi uchun aynan.
Hop, present perfect in speaking. So, talking about personal experience. Demak, shaxsiy bir boshdan o'tkazgan bir voqealar haqida gapirasizlar. Part 1 da ayniqsa ko'p bo'ladi, ya'ni shaxsiy hayotingizga aloqador savollar. Present u part 2 da ham part 3 da ham ishlatsanglar bo'ladi, lekin part 3 da misol uchun odatda biz general narsalar haqida gaplashamiz, ya'ni umuman xalq haqida, shaxsiy hayotingizda bo'lgan narsa emasda. Shuning uchun part 1 baribir commonroq, part 2 ham commonroq bo'lishi mumkin. Have you ever traveled to another country? So that is very common question in speaking part of the exam, both in IELTS and in multi-level as well. Ikkalasida ham bu common. Yes, I have been to Japan twice. So, and I really enjoyed the food there. Hop, bitta e'tibor berishinglar kerak bo'lgan narsa qaranglar. Sizlardan so'ralyapti, hech borganmisan boshqa davlatga, chet elga borganmisan? Ha, Yaponiyaga borganman 2 marta. Ya'ni umrim mobaynida 2 marta borgan. And I really enjoyed the food there. Va ovqatida maza qilganman. Mana bu joyini qaranglar. I enjoyed ega va mana bu yoqda fe'l 2. Ya'ni id qo'shilgan fe'lning shakli bu past simple. Qachonki yangilik haqida gapirsanglar, birinchi qismi yangilikni o'zi haqidagi qismi present perfect bo'ladi. Davomidagi qismi uni detallari haqida gapirish boshlasanglar, bu уже present past simple bo'lib ketadi. Ya'ni yangilik present perfect, uni davomidagi detallari past simple. Shu narsani esdan chiqarmanglar. Hamma gapinglar present perfect bo'lib ketavermaydi. Have you learned any new skills recently? Yangi birorta skilllar o'rgandingmi? Mahoratlarni o'rgandingmi? I have recently learned how to play the guitar. It has been challenging but fun. Endi mana bu qismini aslida past simple aytsanglar ham bo'ladi. No, bu ham как бы yangilik sifatida ketyapti. Shuning uchun bu ham present perfect ikkalasi ham. Xo'p, discussing past actions with present results. Xo'p, demak, o'tgan zamondagi biror holatlarni hozirgi zamondagi ta'siri bilan birga gaplashar ekanmiz. Bu qaysi holat ekan? Describe an important achievements in your life. Part 2 da bo'lishi mumkin bo'lgan savol, to'g'rimi? Ya'ni sizlardan biror narsani describe qilish so'raydi, tasvirlash so'raydi. Shu holatda present perfect bilan boshlaysizlar, davomida past simple ishlataverasizlar. U hamma gapi present perfect bo'ladi degani emas, lekin kerak joyida qo'yib bersanglar, kerak joyida ishlata olsanglar shu narsani, examinerga bu signal bo'ladi. Sizlar как бы hamma narsani o'sha detallarigacha bilasizlar. Ya'ni xohlagan joyda perfect ishlatib ketsam bo'ldi deb o'ylashingiz kerak emas, joyida ishlatishni bilish kerak. Shu narsa muhim. One of my great achievements is that I have completed a marathon. Demak, mana hayotimdagi eng katta yutuqlarimdan biri bu men marafonni o'sha tugatganman degani, ya'ni marafon yugurganman demoqchi va bu o'sha umrim mobaynida как бы katta yutuq qilganman, katta ish qilganman degan ma'no. Va bu misol o'zimga tegishli. Kuzda birinchi marta 42 kilometr yugurdim. Yakshanba kuni mana ertadan keyin marafon yuguramiz. O'sha kuni keyin kelib sizlarga dars o'taman. Вообще. Xo'p, it took a lot of preparation and hard work. Demak, mana detali qaranglar, bu yoqda yangilikka o'zi, jasoratni o'zi haqida gapirsak, hayotimda bo'lgan jasorat bir voqea haqida gapirsam present perfect, davomida uni detali past simple. Demak, ko'p tayyorgarlik va mehnat talab qildi degan ma'nodagi qismi o'sha past simple. Describe a place you have visited. No, bu yog'ini o'qib qo'yasizlar o'zingizlar, vaziyatni yaxshiroq tushunish uchun. Present perfect in speaking. Hop, yana bitta qismi talking about change over time. Demak, part 3 da gapirsak bo'lar ekan, o'zgarishlar haqida. How has technology changed over the last few years? So'nggi yillarda texnologiya qanchalik o'zgardi? Technology has advanced rapidly in recent years. So'nggi yillarda texnologiya tez rivojlandi. Ya'ni sizlardan birorta trendlar so'ralishi mumkin. Jamiyatda bo'layotgan, o'sha texnologiyalar orasida bo'layotgan o'zgarishlar haqida bo'lishi mumkin. Okay. Have people's lifestyles changed in your country? Demak, odamlar hayot tarzi o'zgardimi mamlakatingda? Yes, people's lifestyles have changed a lot. Demak, odamlarning hayot tarzi juda ham o'zgardi. Qachon o'zgardi? Shu so'nggi yillarda degan ma'nosi ichida-da. Ya'ni обязательно recently deyishinglar shart emas, in recent years bo'lishi shart emas. Odamlarning hayot tarzi o'zgardi va rostdan ham o'zgardi so'nggi yillarda, to'g'rimi? Masalan, shaxsan menda misol uchun shu narsa sezildi. Okay. Qolgan misollarni o'qib ko'rasizlar. Okay, hozir keyingi slaydga o'tamiz va key phrases to use in speaking. Bu sizlarga как бы bonus tariqasida misollarni boshlashda mana shu boshini yodlab olsanglar, как бы frazani boshi butun tayyor tursa, o'shani gapirgandan keyin davomi o'zi sal miyani o'zi yordamlashib oladi. Va bitta fluency ham shu orqali oshadi. Chunki sizlarda tayyor frazalar bo'ladi, o'sha ya'ni frazalar, so'zlar emas, frazalar bo'ladi. Bu fluency ham, ya'ni ravonroq bo'lishingiz uchun gapirganda yordam beradi. Xo'p,
Yaxshi. Buni o'zingizga keyin ko'rib aniqlasizlar, tashlab yuborgandan keyin. Xo'p, present perfect continuous. Demak, bugungi oxirgi mavzuga o'tamiz. Present perfect continuous. Buni qanaqa tarjima qilish ham bir g'alati bo'ladi. Hozirgi tugallangan davomiy zamon bo'lsa, bu qanaqa tugallanganmi, davomiymi degan savollar tug'iladi. Okay. Okay, shundoq. 10 sekund ovozimga dam bering. To'xtovsiz gapirish oson emas. Ungacha savol-favol bo'lsa yozib tursanglar bo'ladi. Hozir bitta shundoq suvmi olay. Xo'p, demak, qaytdim men. Okay, demak, oxirgi present perfect continuous haqida gaplashamiz. Actions that started in the past and are still continuing. Demak, present perfect continuousni eng birinchi va asosiy ishlatilish holati bu o'tgan zamonda boshlanib, hali ham davom etayotgan ish harakatlar uchun. O'tgan zamonda boshlandi, hali ham bo'lyapti. Demak, I have been studying for 2 hours. Demak, men 2 soatdan beri o'rganyapman, o'qiyapman. Endi buni masalan misol uchun o'zimizni holatda aytsak bo'ladi. I have been teaching for the last 2 hours. Demak, o'tgan 2 soatdan beri men dars o'tyapman bo'lsa, 2 soat oldin boshlaganman va darsim hali ham davom etyapti. Xo'p, bu struktura. She has been working here since 2015. Demak, 2015-yildan beri shu yerda ishlayapti. Demak, she has been working here since 2015 or 2015 deb o'qisa ham bo'ladi. O'zingizlar uchun bilib olasizlar. Demak, o'sha yillardan beri ishlayapti. Recent actions that have an effect on the present. Demak, bu qaranglar, bu holat present perfectga o'xshash holat. Lekin demak, birorta mana yaqin o'tmishda sodir bo'lgan, tugagan ish harakat bo'lishi mumkin. Va o'shani ta'siri, odatda negativ ta'siri, salbiy ta'siri hozirda bizda bilinib turgan bo'lishi kerak. Misol uchun, he has been running, so he is tired now. Mana u charchagan, nega charchadi? U yugurayotgandi yoki yugurdi desanglar ham bo'ladi. Yugurib bo'lgan u, lekin uni ta'sirida u mana hozir hansirab yotibdi yo charchab turibdi. O'sha, ya'ni uni salbiy ta'siri hozir bilinyapgan bo'lsa, present perfect continuous bo'ladi. Xo'p, I have been waiting for you for an hour. Men seni 1 soatdan beri kutyapman. Bu yoqqa o'zida yana qo'shimcha qilsak bo'lardi. Masalan, hozir jahlim chiqib turibdi, misol uchun, shunga o'xshagan, masalan, g'azablanyapti. Ya'ni uni uzoq kutgani natijasida hozir o'sha jahli chiqqan, shunga o'xshash holat bo'lsa, present perfect continuous bo'lar ekan. Ya'ni bu ish harakat yaqinda tugagan bo'lishi mumkin. Buni masalan Murphy kitobida misoli bor edi. The ground is wet, yer nam degan. It has been raining. Yomg'ir yog'di degan ma'noda gap. Lekin yer ho'lligi, o'sha uni oqibat bo'lganligi, ya'ni ish harakatning oqibati bo'lganligi present perfect continuousni ishlatilishiga sabab bo'ladi. Present perfect qachon bo'ladi? Present perfect bu yaxshi natijalar haqida gapirsak bo'ladi. Ya'ni qaranglar, mana bu so'zlarning farqini bilib olaylik. Consequence degan so'z bilan result so'zini o'rganib olaylik. Result bu natija, ya'ni natija bu sizlar kutgan narsa. Consequence bu oqibat. Men buni masalan yugurganini oqibatida bu charchagan. Bu salbiy narsa. Uzoq kutgan natijasida endi yozilmagan, no jahli chiqqan yo nimadir yaxshilik bo'lmaydi, uzoq kutdim, voy malades demaydi-yu. Ya'ni u nimadir salbiy oqibat keltirib chiqargan. Shuning uchun ham present perfect continuous bo'ladi. O'sha consequence bu oqibat va oqibat bo'lsa present perfect continuous, natija bo'lsa, sizlar kutgan narsa bo'lsa present perfect bo'ladi. Hop, to emphasize the duration of an action. Demak, birorta ish harakatni davomiyligiga urg'u berib gapirsak. Buni present perfect bilan solishtirib ketamiz. Qaranglar. Birorta, masalan, men
Masalan, o'tgan masalan bir hafta davomida 10 ta kitob o'qidim. Ya'ni bu present perfect. Demak, aynan birorta ish harakatni soniga urg'u bersam, nechta kitob o'qidim, nechta davlatga bordim, bular biror narsani soni present perfect. Qachonki men aytsam, men bir haftadan beri kitob o'qiyapman desam, davomiyligiga urg'u bersam, bu present perfect continuous bo'ladi. Davomiylik, vaqtga urg'u berilgani present perfect continuous, natijaga e'tibor qaratilgani, necha marta nimadir bo'lganligi haqida gapirganimiz present perfectni o'zi. I have been talking for hours. Bu kuni bilan o'zi gapirib yotibman, to'g'risi. Men soatlar davomida, uzoq soatlar davomida gapiryapman. Gaplashyapmiz deb yozilgan ekan. Примерно shunaqa gap. Yoki masalan biz shu paytgacha 10 ta mavzuni muhokama qildik. Endi 3 ta mavzuni muhokama qildik desak, we have discussed deb yozamiz. Present perfect yozamiz. We have discussed 3 topics so far. Demak, shu paytgacha 3 ta mavzu. Ya'ni soni haqida gapiryapmiz present perfect, lekin biz soatlar davomida gaplashyapmiz yoki soatlar davomida mavzu tushuntiryapman desam, bu present perfect continuous bo'ladi. Chunki vaqtiga urg'u beryapmiz. They have been building the bridge for years. Ular uzoq yillardan beri mana shu ko'prikni quryapti. Lekin xuddi shunga o'xshash gapni ular o'sha necha yillar davomida masalan yuzlab ko'priklarni qurgan desa, aynan soniga urg'u berayotganimiz uchun present perfectni o'zi bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Structuresi, xo'p, strukturamiz present perfectga o'xshaydi, lekin yordamchi fe'llarimiz have been verb ing, has been verb ing. Endi o'sha aytdik, have ko'plik uchun yoki I, you, we, theylar uchun, he, she bo'ladigan bo'lsa has been verb ing. Va sizlarga boya aytdim, oddiy continuousni o'tayotganda continuous zamonlarni hammasida ing bo'lishi shart va to be fe'li bo'lishi shart. Endi present continuous zamonida to be bizda am, is, are ko'rinishda kelgan bo'lsa, present perfectda bu been ko'rinishda kelgan, ya'ni noto'g'ri fe'lni yodlagan bo'lsanglar kerak, o'sha 3-shakli been bo'ladi. O'sha shaklda ishlatilgan. Xo'p, yaxshi. O'qib ko'rasizlar strukturalarni. O'sha inkor bo'lsa haven't, hasn't, savol bo'lsa have, has oldinga chiqadi. Okay, time expressions present perfectga o'xshaydi, faqat mazmuniga e'tibor berasizlar. Ya'ni ish harakatlar odatda davom etayotgan bo'lishi kerak. Present perfectda shu vaqt davomida nimadir sodir bo'lgan, bu holatlarda masalan 5 soatdan beri nima qilyapti, ishlayapti. O'qiyapti soat 8 dan beri. He been feeling tired lately. So'nggi vaqtlarda o'zini qanaqa his qilyapti? Charchagan his qilyapti. Shunga o'xshash va boyagi holatlar, umuman tushuntirgan holatlari. Xo'p, present perfect continuous in writing. Xo'p, writingda qachon ishlatsak bo'ladi bu narsani? Essaylarda ayniqsa. Xo'p, over the last few years, so'nggi bir necha yillarda nimadir bo'ldi, bo'ldi emas, nimadirlar bo'lyapti, sodir bo'lyapti degan ma'noda. Misol uchun, over the last few years, so'nggi bir qancha yillarda technology has been changing rapidly. Texnologiya keskin o'zgarib kelyapti. Ya'ni prosta o'zgardi emasda. Bu gapni endi present perfect yozsanglar ham bo'ladi, lekin. Ya'ni u ham it also makes sense. U ham mazmunli to'g'ri gap bo'ladi. Masalan, has changed desanglar ham bo'ladi. Lekin bu present perfect continuous ham mazmuniga to'g'ri tushadi. Ya'ni so'nggi yillarda keskin o'zgaryapti. Altering how we interact and access information. Qanaqa qilib biz muloqot qilamiz va ma'lumotlarni topishimizda o'zgarishlar bo'lyapti. People have been, demak odamlar nima qilyapti? People have been traveling more frequently due to the ease of booking flights online. Demak, odamlar have been traveling ko'proq sayohat qilib kelyapti. Ya'ni so'nggi yillarda degan mazmun bor buning ichida. Prosta shunchaki hozirgi kunda emasda, ya'ni so'nggi yillarda odamlar ko'proq sayohat qilishni boshladi va sayohat qilyapti deb tushunasizlar. The trend has been moving toward more sustainable consumption. Demak, trend shu tomonga qarab o'zgaryapti. Ya'ni hammasi o'zgarishlar faqat so'nggi yillarda bo'layotgan o'zgarishlar bo'lganligi uchun present continuous emas, present perfect continuous bo'lishi kerak. Present continuousni o'zi hozirgi kunda shunchaki prosta o'zgaryapti, hozirgi kunda nimadir. Present perfect continuous so'nggi yillarda nimadir o'zgaryapti, so'nggi vaqtlarda nimadir o'zgarayotgan bo'lishi kerak. Xo'p, maqsad qilgan hamma slaydlarimni tushuntirib chiqdim. Mana deyarli 1 soat bo'ldi. 3 minutini savol javobga ajratib olamiz. Xo'p, okay. Demak, nima savollar bor sizlarda? Nima savollar bor?
Dars yoqqan bo'lsa, tushunarli bo'lgan bo'lsa, обязательно o'sha yaxshi kommentlarni ham yozinglar. Ya'ni o'qituvchiga har tomonlama feedback kerak. Misol uchun faqat kamchilik bo'lsa emas, uni ham yozinglar. Bu tomondan ham yozinglar. Foydali bo'lgan bo'lsa, tushunarli bo'lgan bo'lsa, boshqalar bilan tarqatinglar mavzularni. Darslarni masalan addushi tayyorlab sizlarga yetkazishga harakat qilyapman. Ya'ni sifatiga maksimalni harakat qilyapman. Sifatli, tushunarli dars bo'lishi uchun. Eshitilyaptimi ovozim? Hech kim gapirmaydi. Okay, rahmat. Avtomatika to'g'ri ishlatish uchun aynan shu perfect continuous shularni nima qilish kerak? Xo'p, endi mana bunaqa miya как бы o'sha paytda сразу tushuna olishi uchun sizlar ChatGPTdan so'rang. Aynan present perfect continuousni essayni ichida ishlatib menga misollar tuzib bering dengda, kontekstda ko'rishinglar kerakda, o'sha vaziyatda ko'rishinglar kerak, ya'ni o'shani qanaqa ishlatishni. Xo'p, sizlar bilan yuzma-yuz ko'rishib qo'yay. Tanimaganlar tanib ko'rishib olsin. Xo'p. Okay, just a moment. Okay. Xo'p. Demak, avtomatik ishlatish uchun bularni masalan essay, speakinglarda tabiiy kontekstda shuni ishlatib ko'rsat menga deb ko'proq sample'da o'qish kerak. Shunda ertaga masalan gapirganda, yozganda как avtomatim esinglarga tushadi. Miya o'zi eslatib yuboradi, ya'ni shu kontekstga mosida mana shu turib turadigan joy bo'ladi. Sample'lar xullas ko'proq o'qish kerak, misollar ko'proq o'qish kerak. Bormi yana savollar? Xo'p, yo'qmi hech kimda savollar? Okay. Xo'p, rahmat hammaga qatnashganinglar uchun. Umid qilamanki, dars yoqdi, foydali bo'ldi. Keyingi darslarga ham qo'shilinglar. Ertaga bo'ladi ikkinchi darsimiz. Past zamonlar haqida gaplashamiz. Iloji boricha darslarni boshqalar bilan bo'lishinglar. Hozir zapisini sizlarga tashlayman va PDF-ni ham tashlayman prezentatsiyani. Yana foydalanib, dal shu o'rgansanglar bo'ladi, esdan chiqadigan bo'lsa. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha.